Salomatlik bo'yicha orzu kodi ongosida amaliyoti bermoqchiman. Ko'rib turgan kodingiz 148 331 714 bu kasalliklardan davolanish kodi hisoblanadi. Kod qanday ishlatilinadi? Kodlarni har kuni takrorlash maqsadga muvofiqdir. Siz kodni 7 kun, 21 kun yoxud 33 kun yoki bo'lmasa 108 kun qaytarishingiz kerak. 7, 21, 33, 108 marta aytish lozim. Tushunarliroq bo'lishi uchun sizlarga qayta aytaman. Agarda siz kodni juda ham zo'r, super ishlashini xohlasangiz, 108 kun davomida har kuni 108 marotaba bir o'tirishda takrorlashingiz kerak. 108 kun 108 marta aytish vaziyatni asl ildizini ochib, yo'nalish beradi. Kodlarni takrorlayotgan vaqtda Fotiha surasini, ya'ni ochuvchi sura hisoblanadi, o'qish maqsadga muvofiqdir. Kodlarni ko'zingiz doim tushadigan joyga ilib qo'yishingiz tavsiya etiladi. Ko'zingiz tushgan sari sizni matritsangizga kiradi va uni energiyasi sizga o'tadi. Kodni DNK hujayra darajasida ta'siri qanday bo'ladi? Tirik suvni muzlating, ya'ni muzxonaga qo'ying. Muzlagandan so'ng uni xona haroratida eritib, iliq holatga kelgandan so'ng kodingizni 108 marta shu suvga, ya'ni shu suvdan bir stakanga qo'yib, shu suvga nafasingizni yaqin qilgan holatda salomatlik kodini 108 marta o'qing va bu sizni hujayrangizgacha ta'sir o'tkazadi. Kodlar qanaqa o'qiladi? Bittalab emas, uchtalab, ya'ni yozilganidek 148 331 714 148 331 714 da 108 marta o'qiladi. Xo'p, kodni ishlatishni boshlashingiz bilan sizga yangi g'oyalar, yangi ma'lumotlar, yoki bo'lmasa o'zingiz bilgan ma'lumotingiz ham qayta kelishi mumkin. Sizga yo'llar ochilishi mumkin. Misol uchun, mana bu yerdan yur, mana bu inson bilan uchrash, buni bajarib ko'r, buni sinab ko'r tarzida sizga imkoniyatlar kelishi mumkin, ma'lumot sifatida, yo'nalish sifatida. Bu imkoniyatlarni sinab ko'rishni ortga surmang. Hamma natijaga albatta harakat olib boradi. Ko'pchilik savol beradi, kodlarni o'qib, hech joyda ishlamasak, osmonga qarab yotsak, o'zi pul tushadimi yoki o'zi sog'lig'imiz tiklanib qoladimi deb savol berishadi. Yo'q, albatta, sizga yuqorida hamma ma'lumotni berdim. Kodni ishlash tartibi, kodlarni o'qishni boshlashingiz bilan sizga yangi g'oya, yangi ma'lumot, yangi imkoniyat, yangi yo'l sifatida ko'rinish ma'lumotlari kelishi mumkin. Bu ma'lumotlarni albatta yer bilan ulashingiz, ya'ni hayotingizda qo'llab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun bizda o'tgan yili bir mijozimiz orzu kodlaridan natija yubordilar. Natijalarini Telegram kanalimda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. 15 yildan buyon farzandga muhtojmiz. Sog'lom farzand ko'rish kodini qilib bersangiz deb iltimos bilan chiqqandilar. Birinchi o'rinda men hammaga ham orzu kodi qilib bermayman. Shartlarim bor o'ziga yarasha. Kamida bir oy Telegram kanalimni, YouTube, Instagram kanalimni kuzatgan va qaysidir texnikamni hayotida sinab, juda ham ko'p texnikalar berganman. Sanamaganman qanchaligini. Juda ko'p texnikalar, har kuni kamida 10 ta texnika beraman Telegram kanalimda, Instagram, YouTube tarmoqlarida. Va shu texnikalarni hayotingizda qo'llagan bo'lishingiz kerak, natija olgan bo'lishingiz kerak. Kamida bizga bitta qaysidir texnikani hayotingizda qo'llab natija ko'rdim mana. Sizning texnikalaringiz menda ishladi. Mana endi tushundim siz qanaqa master ekanligingizni, qanaqa yo'nalishda ijod qilishingizni va sizni yo'nalishingiz menga tushdi deganingizdan so'ng o'shanda ham qilib bermayman. Mana master klass YouTube, Instagram, Telegram tarmoqlariga bepul joylaganman. Mana shu videoni o'zing ko'rib, o'zing hisoblab chiqar deb aytaman. Agar o'sha videoni ko'rib, hammani ham 10 darajasi, ya'ni qabul qilish darajasi bir xil emas. O'sha videoni ko'rib hisoblay olmadim, iltimos qilib bering desa, meni qadrim o'lchovli, mehnatimga yarasha haq olaman. Chunki shuncha narsa, shuncha texnika bepul turgan joyda master klass, ya'ni orzu kodlarini qanday hisoblash, hammasini to'liq tushunarli, hech nimani yashirmasdan o'zim qanaqa hisoblasam, shunaqa usulda bergan joyimda ham iltimos qilib so'rashsa, men albatta bunga yarasha to'lovi bor. To'lov evaziga kodlarni kodlashtirib beraman. Demak, kodlar bu sizga sehrli tayoqcha emas. Siz xohlagan narsani qayergadir tekistsiz paydo qilib beradigan orzu kodlarini ishlash usuli bor. Hozir mana shu audioda ham yuqorida hamma ma'lumotni berdim, kalitlarni berdim sizga. Shunda ham tushunmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Telegramda 20 minutlik, 30 minutlik audio darsliklar bor. Audio ko'rinishda, video ko'rinishda aynan orzu kodlari haqida. Qiziqqaningiz uchun mana salomatlik bo'yicha ko'p iltimoslar bo'lganligi uchun kod qilib bering deb umumiy kod yubordim. Faollashtirib hayotingizda qo'llab ko'rishingiz mumkin, azizlarim. Telegram kanalimiz linkini opisiyadan topishingiz mumkin. Agar opisiyadan topa olmasangiz, shaxsiyga, ya'ni direktga menga orzu so'zini yozib qoldiring, men sizga Telegram linkini beraman. Kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Simara 369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz mana. Bu asosiy kanal emas, mana zaявка yuborasiz, podat zaявкаga kirasiz va siz asosiy kanalimizga ulanasiz.